Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar, shuningdek pensioner qarindoshiga qaraydigan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 30 avgustgacha ishlatilmagan ayrim pullar. Ayrim to'lovlar va ayrim imtiyoz mablag'lari bo'yicha odamlar katta xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Bu gap hammani birdek vahimaga solish uchun emas, balki kimga tegishli emas, qaysi pul kuyishi mumkin, qaysi pul esa saqlanib qoladi. Buni aniq tushunib olish uchun aytilyapti. Men sizga mutaxassis sifatida sodda tilda tushuntiraman. Pensiya pulining o'zi plastik kartadagi oddiy pul, bankdagi omonat va davlat tomonidan maqsadli ajratilgan ayrim kompensatsiya. Imtiyoz yoki yordam pullari bir xil narsa emas. Mana shu farqni bilmaslik ko'pchilikni adashtiradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni oddiy odamlar tushunadigan qilib muntazam tushuntirib boraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti degan savoldan boshlaymiz. Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul ko'rinishida olardi. Pochchachi olib kelardi yoki pensionerning o'zi bankka borib olardi. Odamning qo'liga pul tegsa, u pulni uyda saqlardi, bozorga ishlatardi, dori olardi, kommunal to'lov qilardi. Bu jarayonda pulni qachongacha ishlatish kerak degan savol deyarli bo'lmasdi. Chunki naqd pul qo'lingizda bo'lsa, u sizniki bo'lib turaveradi. Keyin plastik karta, bank ilovalari, elektron hamyonlar, ijtimoiy kartalar, subsidiya va kompensatsiya mexanizmlari kengaydi. Endi pulning hammasi bir xil ko'rinmaydi. Ba'zi pul oddiy pensiya sifatida kartaga tushadi. Ba'zi pul esa maqsadli yordam bo'ladi. Masalan, dori-darmon uchun kompensatsiya, oziq-ovqat yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun ajratilgan mablag' kommunal to'lovga berilgan yordam. Sanatoriy yo'llanmasi o'rniga ajratilgan mablag' yoki ma'lum toifadagi fuqarolarga berilgan bir martalik to'lov. Ayrim hollarda bunday pullar muddat bilan beriladi. Ya'ni davlat yoki tashkilot bu mablag'ni falon muddatgacha ishlating, maqsadli foydalaning, foydalanilmasa qaytariladi yoki amal qilish muddati tugaydi deb belgilashi mumkin. Shu joyda eng muhim gapni aytaman. Oddiy pensiya pulini kimdir 30 avgustgacha ishlatmasangiz kuyadi desa, darhol ishonib ketmang. Agar bu pul sizning pensiyangiz sifatida bank kartangizga tushgan bo'lsa, u odatda sizning hisobingizdagi pul hisoblanadi va bir kunda yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin maqsadli imtiyoz, sertifikat, kompensatsiya, ijtimoiy karta orqali ajratilgan limit yoki ma'lum dastur doirasidagi mablag' bo'lsa, u bo'yicha muddat bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalani ajratib tushunish kerak. Men bugun aynan shu farqni tushuntirib beraman. Kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday tekshirish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak. Birinchi navbatda qaysi pullar bo'yicha xavotir bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, pensioner opamizning kartasiga har oy 1 million 200 ming so'm pensiya tushadi. Bu pul bank kartasiga tushgan. Opamiz bu puldan 500 ming so'm dori oladi. 300 ming so'm oziq-ovqatga ishlatadi. Qolgan 400 ming so'm kartada qoladi. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa, u 30 avgust kuni avtomatik kuyib ketish kerak degan qoida odatda yo'q. Bu pul bank hisobidagi qoldiq sifatida turadi. Ertasi kuni ham, keyingi oy ham foydalanish mumkin. Lekin boshqa misolni olaylik. Bobomizga mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali dori-darmon xarajatlari uchun 600 ming so'mlik maqsadli yordam ajratildi. Bu yordam alohida dastur orqali berildi va xabarda 30 avgustgacha foydalanish kerak deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bobomiz esa kartaga pul tushibdi, shoshilmayman deb yurdi. 30 avgust o'tdi, keyin dorixonaga borsa, mablag'dan foydalana olmaydi. Mana shunday holatda odamlar pulim kuyibdi deb qolishi mumkin. Aslida bu oddiy pensiya emas, muddatli maqsadli mablag' bo'ladi. Yana bir misol. Nafaqadagi ayolga kommunal to'lovlarni qoplash uchun 300 ming so'mlik kompensatsiya berildi. Bu pul faqat elektr, gaz, suv yoki issiqlik to'loviga yo'naltirilishi kerak. Agar u bu mablag'ni oziq-ovqat do'konida ishlatmoqchi bo'lsa, terminal rad qilishi mumkin. Chunki tizim uni maqsadli to'lov sifatida ko'rsatgan. Agar belgilangan muddatgacha kommunal to'lov qilinmasa, mablag' qaytish yoki amal qilish muddati tugashi ehtimoli bor. Shuning uchun kartamda pul bor edi, nega ishlamadi degan savol paydo bo'ladi. Endi kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchidan, oxirgi oylar ichida pensiyadan tashqari qo'shimcha pul olgan pensionerlar.
Masalan, marigan mahalla orqali yordam, hokimlik tomonidan kompensatsiya, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali mablag' uchun alohida to'lov, bayram puli, moddiy yordam, nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lov. Parvarish puli yoki boshqa imtiyoz olgan bo'lsangiz, albatta tekshiring. Ikkinchidan, bank kartangizda ikki xil tushum bo'lsa, alohida e'tibor qiling. Misol uchun, kartangizga 1.500.000 so'm pensiya tushdi. Undan tashqari 2.500.000 so'm ijtimoiy yordam deb keldi. Mana shu 2.500.000 so'm oddiy pensiya bo'lmasligi mumkin. SMS xabarida bank ilovasida yoki to'lov izohida nima deb yozilganini ko'ring. Pensiya deb yozilganmi? Nafaqa deb yozilganmi? Kompensatsiya, subsidiya, moddiy yordam, ijtimoiy to'lov deb yozilganmi? Nomi juda muhim. Uchinchidan, o'zi bank ilovasidan foydalana olmaydigan pensionerlar. Ko'p hollarda farzandlar "Oyijon, kartada pul turibdi" deb qo'yadi. Lekin pulning turi va muddatini tekshirmaydi. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning kartasiga tushgan har bir tushumni ko'rib chiqing. Ayniqsa avgust oyi oxirigacha muddat bo'lishi mumkinligi haqida xabar kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. To'rtinchidan, qishloqda yashaydigan va naqd pulga o'rganib qolgan pensionerlar. Ba'zi ota-onalar kartaga tushgan pulni faqat kerak bo'lganda yechaman deb yuradi. Ular SMS o'qimaydi, bank ilovasiga kirmaydi, terminalda to'lov qilmaydi. Agar ularga maqsadli mablag' tushgan bo'lsa, u puldan foydalanmay qolish xavfi yuguri. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari bunday insonlarga tushuntirishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning kartangizga faqat oddiy pensiya tushsa, boshqa hech qanday maqsadli yordam bo'lmasa, bankdan mablag'ni o'tib avgustgacha ishlating degan xabar kelmagan bo'lsa, ijtimoiy himoya organlari yoki mahalla sizga alohida muddat aytmagan bo'lsa, vahimaga tushmang. Kartadagi oddiy qoldiqni shoshilib keraksiz narsalarga sarflab yuborish ham noto'g'ri. Masalan, pension odam pulim kuyib qolmasin deb 2 million so'm pensiyasini bir kunda keraksiz buyumlarga ishlatib yuborsa, keyin dori yoki kommunal to'lovga qiynaladi. Shuning uchun hamma pulni emas, faqat muddatli bo'lishi mumkin bo'lgan mablag'ni tekshirish kerak. Yana bir hayotiy vaziyat. Amaki pensiyasini kartada yig'ib 3 oyda bir marta katta xarajat qiladi. Masalan, bir oy 1.800.000 so'm tushadi. U 1 millionni ishlatadi. 800.000 qoldiradi. 3 oyda 2.400.000 so'm yig'iladi. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa, bu odam pulini rejalashtiryapti. Bunda yomon narsa yo'q. Lekin shu qoldiq ichida alohida avgustgacha amal qiladi degan 500.000 so'mlik yordam bo'lsa, aynan o'sha qismi xavf ostida bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy qoldiqqa emas, tushum turiga qarash kerak. Endi qoidalardagi istisnolar ko'lar, odamlar ko'p tushunmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Bank kartasidagi pul bilan ijtimoiy karta yoki elektron limit bir xil emas. Ba'zan odamga haqiqiy pul tushmaydi, balki unga ma'lum miqdorda limit ochiladi. Masalan, faqat dorixonada foydalanish mumkin bo'lgan 400.000 so'mlik limit. Pensioner bankomatga borib bu pulni yecha olmaydi, chunki u naqdlashtirish uchun emas. U faqat belgilangan joyda belgilangan xizmat yoki mahsulot uchun ishlaydi. Shunday mablag'lar ko'pincha muddatli bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Xabar kelmagan bo'lsa ham muddat bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar telefon raqamini almashtirgan bo'ladi. SMS eski raqamga ketadi. Ba'zilarining kartasi farzandining telefoniga ulangan bo'ladi. Xabarni farzandi ko'rib unutadi. Ba'zan SMS keladi, lekin odam uni reklama deb o'chirib yuboradi. Shuning uchun faqat SMS ga tayanib qolmang. Bankdan, mahalladan yoki mas'ul tashkilotdan aniq so'rab ko'ring. Uchinchi nozik jihat. Ishlatish degani har doim naqd pul yetish degani emas. Agar pul maqsadli bo'lsa, uni bankomatdan yechib bo'lmasligi mumkin. Masalan, kommunal kompensatsiya bo'lsa, uni elektr yoki gaz to'loviga o'tkazish kerak. Dori uchun ajratilgan bo'lsa, dorixonada terminal orqali ishlatish kerak. Oziq-ovqat uchun ajratilgan bo'lsa, belgilangan savdo nuqtalarida foydalanish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bankomat bermadi. Demak, pul yo'q deb xulosa qilmang. Pul bor, lekin undan foydalanish tartibi boshqa bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, muddat oxirgi kunigacha kutish xavfli. 3 avgust deb yozilgan bo'lsa, 3 avgust kuni kechqurun borib to'lov qilaman demang. Tizim ishlamay qolishi mumkin, terminal aloqa qilmasligi mumkin, bankda texnik tanaffus bo'lishi mumkin, dorixonada kerakli dori qolmasligi mumkin, kommunal to'lov bazasi vaqtincha yangilanmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga va farzandlariga aytaman,
muddatli pul bo'lsa, uni kamida 5-7 kun oldin ishlating. Oxirgi kunni kutish eng katta xato. 5-chi nozik jihat. Biror pul kuydi degani, har doim ham uni qaytarib bo'lmaydi degani emas, lekin qaytarish qiyin bo'lishi mumkin. Agar mablag' noto'g'ri tashkilot aybi bilan ishlatilmay qolgan bo'lsa, masalan, tizim ishlamagan, xabar berilmagan, karta kech berilgan, ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ariza yozib ko'rish mumkin. Lekin agar odamning o'zi bilib turib muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsa, men unutibman degan sabab ko'p hollarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun oldindan harakat qilish kerak. 6-chi nozik jihat: pensionerning vafot etishi, kasalxonada yotishi yoki harakatlana olmasligi kabi holatlar. Agar pensioner muddatli mablag'dan foydalana olmagan bo'lsa, chunki u kasalxonada yotgan, og'ir ahvolda bo'lgan yoki hujjatlari kech rasmiylashtirilgan bo'lsa, yaqinlari tegishli hujjatlar bilan murojaat qilishi mumkin. Masalan, shifoxonadan ma'lumotnoma, ishonchnoma, pasport nusxasi, karta ma'lumotlari, to'lov haqida xabar nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. 7-chi nozik jihat: qarindoshlar kartadan noto'g'ri foydalanishi. Afsuski, amaliyotda shunday holatlar bor. Farzand yoki nevaralar pensionerning kartasini olib yuradi, SMS'ni o'zi ko'radi. Pul tushganini aytmaydi yoki maqsadli pulni boshqa narsaga sarflashga urinadi. Pensioner esa keyin men bilmadim deb qoladi. Men buni juda jiddiy masala deb bilaman. Pensionerning puli pensionerniki. Farzand yordam berishi mumkin. Lekin pulning maqsadini yashirmasligi, har bir tushum va xarajatni tushuntirishi kerak. Agar pensioner savodsiz yoki kasal bo'lsa ham, uning manfaatini himoya qilish shart. 8-chi nozik jihat: firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 30 avgustgacha pulingiz kuyadi. Menga qat raqamingizni, SMS kodingizni ayting, men saqlab beraman degan odamlar chiqishi mumkin. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodim ham, ijtimoiy himoya xodimi ham, mahalla vakili ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pullaringizni saqlash uchun karta raqami, amal qilish muddati, CVC kodi yoki SMS kodini berish shart emas. Tekshirish uchun rasmiy bankka boring yoki rasmiy kol markazga qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam: kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Agar telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, oxirgi 2-3 oy ichidagi kirimlarni ko'ring. Har bir tushum yonida izoh bo'ladi. Pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, moddiy yordam kabi yozuvlarni izlang. Agar o'zingiz qila olmasangiz, ishonchli farzandingizdan yordam so'rang. Lekin SMS kodni aytmang, ilovaga kirishni ham ehtiyotkorlik bilan qiling. Ikkinchi qadam: bankka murojaat qiling. Bank filialiga borganingizda shunday savol bering: kartamdagi qoldiq ichida muddatli yoki maqsadli mablag' bormi? O'ttim avgustgacha ishlatilish kerak bo'lgan summa bormi? Qaysi tushum pensiya, qaysi tushum ijtimoiy yordam? Bank xodimidan hisob varaq bo'yicha ko'chirma so'rashingiz mumkin. Ko'chirmada pul qachon tushgani, kimdan tushgani, qancha tushgani ko'rinadi. 3-qadam: mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan aniqlang. Agar pul mahalla orqali yoki ijtimoiy dastur orqali berilgan bo'lsa, bank faqat texnik ma'lumotni ko'rishi mumkin, lekin maqsad va muddatni mas'ul tashkilot aniq tushuntiradi. Mahallaga borganda shunday deng: menga yoki ota-onamga oxirgi oyda qanday yordam ajratilgan? U muddatlimi? Qaysi sanagacha ishlatish kerak? Qaysi joyda ishlatish mumkin? Imkon bo'lsa og'zaki emas, yozma yoki SMS ko'rinishida ma'lumot oling. 4-qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensioner guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Bank kartasi, telefon raqami, SMS xabar nusxasi, agar yordam ajratilganligi haqida ma'lumotnoma bo'lsa. O'sha hujjatni ham olib boring. Agar pensionerning o'rniga farzandi borayotgan bo'lsa, ba'zi hollarda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiy savol so'rash uchun har doim ham ishonchnoma talab qilinmasligi mumkin. Lekin pulga oid operatsiya qilishda talab qilinadi. 5-qadam: agar pul maqsadli bo'lsa, uni to'g'ri joyda ishlating. Dori uchun ajratilgan bo'lsa, dorixonadan xarid qiling va chekni saqlab qo'ying. Kommunal to'lov uchun bo'lsa, shaxsiy hisob raqamingizga to'lov qiling va kvitansiyani saqlang. Oziq-ovqat yordami bo'lsa, belgilangan do'konlar ro'yxatini so'rang. Agar terminal to'lov o'tmadi desa, darhol chek yoki xatolik rasmini oling. Bank yoki mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Ertaga ko'raman deb yurib muddatni o'tkazib yubormang. 6-qadam: agar mablag' ishlamayotgan bo'lsa, ariza yozing. Arizada quyidagilar bo'lsin: ism, familiya, pasport ma'lumotlari,
telefon raqami, karta yoki hisob raqamining oxirgi raqamlari, mablag' tushgan sana, summa muammo mazmuni. Masalan, menga 2024 yil 25 avgust kuni 5 ming so'm ijtimoiy yordam ajratilgan, lekin dorixonada to'lov amalga oshmadi. Sababini aniqlab, mablag'dan foydalanish imkoniyatini yaratib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshirsangiz, bittasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib oling. Bu keyin sizga dalil bo'ladi. 7-qadam. Muddat yaqin bo'lsa, telefon orqali ham, yozma ravishda ham harakat qiling. Masalan, 30 avgustga 2 kun qolgan bo'lsa, faqat dushanba boraman deb kutmang. Bank kol markaziga qo'ng'iroq qiling, mahallaga boring. Ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Imkon bo'lsa ariza qoldiring. Har bir murojaat vaqtini yozib boring. Kim bilan gaplashdingiz, nima dedi, qaysi raqamga qo'ng'iroq qildingiz, bularni qayd qiling. 8-qadam. Oilada nazorat daftarini yuriting. Bu oddiy, lekin juda foydali usul. Daftarga sana tushgan summa, pul turi, ishlatilgan joy, qolgan summa, muddat yozib boring. Masalan, 20 avgustda pensiya 27 ming so'm, muddatsiz. 22 avgust. Dori kompensatsiyasi dars uy 1 ming so'm, 30 avgustgacha dorixonada ishlatish kerak. 22 avgust 2,20 ming so'm ishlatildi. 1,20 ming so'm qoldi. Shunda hech narsa esdan chiqmaydi. Katta yoshdagi odamlar uchun qog'ozdagi yozuv telefon ilovasidan ham qulayroq bo'ladi. 9-qadam. Keraksiz vahima bilan pulni sovurmang. Men yana bir bor ta'kidlayman. Hamma pul kuyadi degan gap noto'g'ri bo'lishi mumkin. Avval aniqlang. Agar oddiy pensiya bo'lsa, uni reja bilan ishlating. Agar muddatli yordam bo'lsa, uni belgilangan maqsadda va muddatida ishlating. Eng to'g'ri yo'l tekshirish, hujjat olish, dalil saqlash. 10-qadam. Yolg'iz yashaydigan pensionerlarni alohida tekshirib qo'ying. Qo'shningiz, qarindoshingiz mahallangizda yolg'iz buvi yoki bobo bo'lsa, ularga bu gapni tushuntiring. Ba'zan odamning puli kuyishidan ham og'irrog'i, u umuman bunday yordam borligini bilmay qoladi. Unga 300 ming so'm ham katta yordam bo'lishi mumkin. Dori oladi, oziq-ovqat oladi, kommunal qarzini yopadi. Shuning uchun bu masala faqat moliyaviy emas, insoniy masala hamdir. Yana bir amaliy maslahat. Agar pensioner telefon ishlatmasa, bank SMS xabarini ishonchli raqamga ulatish mumkinligini bankdan so'rang. Lekin bu raqam haqiqatan ishonchli odamniki bo'lsin. Chunki SMS keladigan odam pul harakatini ko'rib turadi. Shuningdek, kartani begona odamga bermang. Terminalda to'lov qildirayotganingizda ham karta ko'zingiz oldida bo'lsin. PIN kodni hech kimga aytmang. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yoniga qo'yish juda xavfli. Agar siz pulning turini tushunmasangiz, quyidagi oddiy savollarni, bu pul savollarini bering. Bu pulni naqd yechsam bo'ladimi? Bu pulni qayerda ishlatishim mumkin? Bu pulning oxirgi muddati bormi? Ishlatilmasa nima bo'ladi? Qoldig'i keyingi oyga o'tadimi? To'lov o'tmasa kimga murojaat qilaman? Mana shu 7 savolga javob olsangiz, deyarli hamma narsa ravshan bo'ladi. Agar sizga 30 avgustgacha ishlating deyishgan bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Bugunoq tekshiring. Pul avvaldan 1000 so'm bo'lsa ham, 500 ming so'm bo'lsa ham, pensioner uchun bu muhim mablag'. Ayniqsa dori-darmon narxi oshib turgan paytda kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, transport xarajatlari bor paytda har bir so'm hisobli. Demak, asosiy xulosa shuki, oddiy pensiya puli bilan muddatli ijtimoiy yordam yoki maqsadli kompensatsiyani aralashtirib yubormang. Agar pulingiz oddiy pensiya bo'lsa, u odatda kartada saqlanadi. Agar pul maqsadli yordam, limit, subsidiya yoki kompensatsiya bo'lsa, unda 30 avgustgacha yoki boshqa belgilangan sanagacha foydalanish talabi bo'lishi mumkin. Eng xavfli narsa bilmaslik va oxirgi kungacha kutish. Men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Bugun kartangizni tekshiring, tushum izohlarini ko'ring. Bankdan yoki mahalladan aniqlang. Kerak bo'lsa hujjatlarni olib ariza yozing. Farzandlar esa ota-onasining pulini nazorat qilishda yordam bersin, lekin ularning huquqini buzmasin. Sizning hududingizda bunday muddatli yordam yoki 30 avgustgacha ishlatish kerak bo'lgan mablag' haqida xabar bo'ldimi? Kartangizga tushgan pulning izohida nima deb yozilgan? Izohlarni yozib qoldiring. Men odamlar ko'p duch kelayotgan savollarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham saqlab qoladi.